Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, kuzatuvchilar, hurmatli talabalar. Demak, bugungi mavzumiz darsimizda sizlarga nima haqida ma'lumot berib o'tmoqchiman. Ya'ni bunda umumiy biotexnologik laboratoriya haqida ma'lumot bermoqchi bo'laman. Umumiy biokimyoviy bo'ladimi, biotexnologik bo'ladimi? Qanaqa laboratoriya bo'lishidan qat'iy nazar, qanday asoslar bo'lishi shart, qaysi xonalar bo'lishi shart. Bundan tashqari, xonaga kirishdan oldin qanday dezinfeksiya qilinadi, nimalar taqish kerak, o'sha haqida ma'lumot beramiz. Endi men birinchi navbatda laboratoriyaga kirishdan oldin har doim, demak, perchatkada, qo'llarda perchatka, oyoqlarda baxili bo'lishi shart. Ayniqsa biotexnologik laboratoriya, ya'ni genomika bilan ishlatganligi sababli. Bundan tashqari umumiy bo'lish kerak, spirtlar bilan dezinfeksiya qilingan bo'lishi kerak qo'llarimiz va albatta niqob taqilgan bo'lishi shart. Chunki biotexnologik laboratoriyada ko'p gapirish mumkin emas, chunki og'zimizdan mikroblar tushishi mumkin. Endi bizda zamonaviy biotexnologik laboratoriyamiz mavjud. Sizlarni taklif qilib qolamiz bu yerda ishlashga va loyihalar qilishga. Laboratoriya imkoniyatlari qanday imkoniyatlarimiz mavjud? Bu laboratoriyada demak eng zamonaviy asbob-uskunalar va tajribali mutaxassis bilan biotexnologik ehtiyojlaringizni hal qilib bera olamiz. Yana nimalar qilib bera olamiz? DNK tahlili va genomika bo'yicha yuqori samarali DNK ketma-ketligini genomiflash xizmat tahlillari mavjud. Mikrobiolog tadqiqotlar, bakteriya viruslarni aniqlash, ularning xususiyatlarini o'rganish bo'yicha kimyo analiz, sifatli va miqdoriy kimyo tahlillar, spektroskopiya, xromatografiya usullari orqali agrobiotexnologiya, o'simlik genomikasi, gimon nazoratlari, tuproq tahlillari, qishloq xo'jaligi biotexnologiya yechimlarini yechib bera olamiz. Demak, bizning laboratoriyada yana qanday asbob-uskunalar mavjud? Bizning laboratoriyada 3D mikroskop, ya'ni 3D mikroskop nima uchun kerak? Biz olib borayotgan ishimizda hujayrani yuqori tasvir olish imkoniyati berish imkoniyatiga ega bu 3D mikroskop. Bundan tashqari PCR tizimi, ya'ni PCR tizimi nima? Bu yerda biz DNKni ko'paytiramiz. RNKni ko'paytirmoqchi bo'lsak, mana shu uskunadan foydalansak, ya'ni real vaqt rejimida aniq ko'rib turishimiz, ko'z bilan kuzatib turishimiz mumkin. Hujayramiz, DNKmiz qanday ko'payapti, qanday ko'payish yuz beryapti bu yerda. Aniq kuzatish imkoniyati beradi. Demak, bu umumiy quduq deyiladi. Quduqlar 96 dan 384 quduqli formatlari bizda mavjud. Bundan tashqari oddiy sentrifuga emas, ultra sentrifugalar mavjud. Ya'ni 200 minggacha tezlanish bilan hujayra organellarini makromolekulalarga ajratib beradi. Bundan tashqari atom absorpsiya. Atom absorpsiya yuqori aniqlikda metal atomlarni aniqlash imkoniyati va oziq-ovqat mahsulotlaridagi og'ir metallarni aniqlash imkoniyatini beradi. Mass spektrofotometr. Mass spektrofotometr demak bilamiz, bu topish qiyin apparat, arzon apparat emas. Mass spektroskopiya nimani beradi? Ayni molekulaning shaklini. Ya'ni biz sintez qilib olgan tarkibida molekularimizda nimalar bor? O'shanligini oqsillar, masalan, metallik va kichik molekulalarni aniqlash uchun foydalaniladi. Ultrabinafsha spektroskopiyalar mavjud. Bundan tashqari. Endi bu nima vazifasi nima? Metal tuzlarning konsentratsiyasini aniqlash uchun qo'llaniladi. Bundan tashqari biz oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz bor. Agar maqsadingiz bir bo'lsa, keling birga ishlaymiz. Bizning oldimizga qo'ygan maqsadlarimiz bor. Kelajakda ATMlar, ya'ni farmatsevtik korxonalar, agroklasterlar hamkorlikda O'zbekiston sharoitida yangi narsalar yaratish, mavjud narsalar hosillarini oshirish, ham odamlar uchun fiziologik faol model ishlab chiqish, uning insonga ta'sir mexanizmini o'rganish. Bundan tashqari qishloq xo'jaliklari uchun biologik periodlar ishlab chiqarish, ularning samaradorligini oshirish. O'zbekiston endemik o'simliklarning genomini o'rganish va dori xususiyatlarini aniqlash. Demak, bu yerda biz har bir o'zimizning xonalarimiz mavjud. Bizda demak qanaqa xonamiz bor, nima jihozlarimiz bor, tanishtirib o'tib ketaman. Demak, bizda fotometrik xona, tahlil xonasi mavjud. Bu xonada aynan nimalar qilsa bo'ladi, qanday apparatlar, qanday uskunalarimiz mavjud. Bu yorug'lik yutilishi, o'tkazuvchan o'lchash orqali model miqdor sifat aniqlash uchun mo'ljallangan xona. Bu xona nima qilish mumkin? Kimyo tahlil mumkin. Suvda nitrat, fosfat, og'ir metall, qo'rg'oshin, simob mishak miqdorini aniqlash mumkin. Oziq-ovqat mahsulotlari, bo'yoqlar, qo'shimchalarni tekshirish mumkin. Tuproq, o'g'itlardagi kimyo elementlarni tahlil qilish mumkin.
tibbiy biologik tahlillar, qondagi glyukoza, gemoglobin, xolesterin darajasini o'lchashimiz mumkin. Oqsillardagi protein, fermentlar miqdorini aniqlash ELISA usuli orqali aniqlash mumkin. Demak, keyingisi PCR xonasi deyiladi. Bu PCR xona nima? PCR xonamiz, demak, bu xona biotexnik eng muhim va kuchli xonalardan biri hisoblanib, polimeraz zanjir reaksiyasi orqali DNK va RNK millionlab nusxada ko'paytirish, aniqlash va amalga oshirishni imkoniyatini beradi. Bu xonada real vaqtda PCR mashinasi DNKni ko'paytirish, real vaqtda o'lchash imkoniyatini beradi. Termostiklerlar haroratni nazorat qilish uchun, sentrifuga namni ajratish uchun, laminar oqim kabineti, demak har bir xonamizda laminar oqim kabineti mavjud. Demak, keyingi xonamiz elektroforez vizualyatsiyalash xonasi. Bu xona molekulalarni o'lchamga qarab ajratib, ko'zga ko'rinadigan qilib tasvirlash xonasi. PCR xonasini ko'z desak ham bo'ladi. PCR ko'paytirilgan DNK shu yerda ko'rsatiladi va tahlil qilinadi. Mavjud asboblar gorizontal elektroforez, DNK ajratish, vertikal elektroforez, oqsilni ajratish, ultratransminator, DNK banklarini ko'paytirish, gel dokumentatsiya tizimlarini rasm qilib saqlash, suv hammomi, agroza gelni eritish uchun ishlatiladi. Iqlim sinov xonasi mavjud. Bu xona harorat, namlik, boshqa haroratdan sun'iy yaratib biologik kimyo obyektlarini sinish uchun mo'ljallangan. Tabiatning istalgan iqlim sharoitini modellashtirish mumkin. Mavjud asboblar iqlim kamera turlari, termostat kamera, doimiy har ushlab turish, termosklanish kamera, ketmagan ishda sovutish, don sinov uchun, fitotron, o'simlik uchun maxsus iqlim kamerasi, kiro kamera juda past haroratda -80 gradusgacha o'lchash mumkin. Qiziqarli misol, yangi ishlab chiqarilgan don 3 yil davomida barqaror bo'lishini isbotlash uchun 40 gradusdan 75% namlikda 6 oyda saqlash kifoya. Bu real vaqtda 3 yil iste'molizatsiya qilish, ya'ni 3 yil iste'molga yaroqli deyish imkoniyatimizni deb imkoniyatini beradi. Hop, demak, va oxirgi xonamiz bu yerda tayyorlash va sterilizatsiyalash saqlash xonasi. Bu xona butun laboratoriyaning yuragi desa ham bo'ladi, ya'ni oshxona desa ham bo'ladi. Bu barcha xodimlar bu yerdan steril materiallar reaktiv oladi. Bu xona ishlamasa hech qaysi xona ishlay olmaydi. Mavjud asboblar avtoklav, asosiy sterilizatsiya qurilmasi, distillator, dezonator, toza suv uchun tayyorlash, osmik suv tayyorlash, analitik tarozi, milligramni tortish, magnitni aralashtirish, eritmani tayyorlash, pH metr eritmani pHni o'lchash, uzatishlar demak mavjud. Bu yerda -4 gradusdan boshlab -80 gradusgacha bo'lgan muzlatgichlarimiz. Demak, undan tashqari suyuq azot kirabaki degan qurilmamiz ham mavjud. Demak, sizlarni biz hamkorlikka chorlab qolamiz. Loyiha qilasizmi? Ilmda chidasizmi? Marhamat, keling, birga ishlaymiz.